Mana nima uchun tashlandiq ruhiy kasalxonalarga kirish taqiqlanadi. Bu odam o'zini do'stlari bilan ko'plab tashlandiq joylarga ekspeditsiyalar uyushtirishadi va bir qarashda bu joylarda hech qanaqa shubhali narsalarni sezmaymiz. Lekin mana shunaqa ekspeditsiyalardan birida bo'lgan holat ko'plab kuzatuvchilarni shokka tushirib qo'ydi. Ya'ni bu voqea tashlandiq ruhiy kasallar shifoxonasida bo'lgan edi va bu odam u yerga o'zini do'stlari bilan birga kirishi bilanoq g'alati narsalarni seza boshlashgan. Masalan, mana bu bolalar palatasidagi "Menga yordam bering, oyijon" degan yozuvni o'zi etni jimirlatib yuborardi. Voqeaning davomida ular hayot uchun xavfli yozuv bilan belgilangan xonaga kirishadi. Xonaning markazida mana shunaqa kreslo va arqonlar turgandi. Xonaning devorlarida esa qo'rqinchli qizil dog'lar bor edi. Bu xonadan chiqib, ular ekspeditsiyani davom ettirayotganlarida navbatdagi xonalardan birida texnikalar haligacha ishlayotganligini ko'rib, hayron bo'lib turganlarida ularni to'satdan chalingan signalizatsiya qo'ng'irog'i qo'rqitib yuboradi. Kommentariyadagi odamlarning fikriga ko'ra esa bu qo'ng'iroq binodan kimdir qochishga harakat qilganida ishga tushar ekan. Bu hodisalardan qo'rqib ketganidan ular binodan chiqishga qaror qilishadi va yo'llarida mana shunaqa itni ko'rib, batamom shok holatiga tushib qolishadi. Ular ekspeditsiya davomida har xil g'alati va juda ham qo'rqinchli holatlarga duch kelishadi, lekin shunday bo'lsa-da, ular bu faoliyatini hozirgacha yuritib kelishmoqda. Ma'lumot uchun aytib o'taman, bu odamning shaxsiy sahifasini Telegram kanalimizga joyladik. Eng qizig'i, siz nima deb o'ylaysiz? O'sha odamning o'rnida bo'lganingizda birinchi bo'lib qayerga ekspeditsiyaga borgan bo'lardingiz? O'zingizning variantlaringizni kommentariyada yozib qoldiring va keyingi videolarda ko'rishguncha. Hozir mana sizlar ko'rib turgan videomni tayyorlash jarayonidaman. Ko'rib turganinglardek hamma yoq qop-qorong'i va oshxonada nimadir taqillaganini eshitdim. Ular bu faoliyatini hozirgacha yuritib kelishmoqda. Uyda hech kim yo'q, bitta o'zimman. Juda ham qo'rqinchli videoni olyapman hozir sizlarga. Shu sababli nimaga qo'rqmaysizmi, qo'rqasizmi degan savollarni bermanglar. Agar video yoqqan bo'lsa, like, kommentlarni ayamanglar. Qo'llab-quvvatlashinglar kerak. Bunaqa videoni sizlar uchun olyapman. O'zim uchun bo'lganda umuman olmasdim bu videoni. Unday bo'lsa davom etamiz.